Kızım bu mimarlar kiloda devatsam pranikning 20 qani. Neymiş yevettiniz bu mimon kildigan tursa? Pek payızlıkka okşap dikkandık ketib qoldi. Derhal iteyli olsa. Aman bulun, siz aman bulun, aman bulun. Kerakli materiallar: şeker 400 gram, tuxum 3 dal, suda 10 gram, powda 7 gram, asal 150 gram, sumay 150 gram, siriqmay 150 gram, su 200 gram, un 1 kilo 150 gram. Bal pranikni boshlab ketdik, qizimchi bo'lmasa. Aldi olaman shekarni. Tuxum silan. Asalay. Asalni silan. Tak qisqichib silan, ha? Masal acaba mizlik puraydık ki. Yerlik asal bu degan chin asal degan ishda bo'ldi qizim. Sumayni quydik. Siriqmayni silan. Endi men suvda powdalarni silib nondiramiz. Endi men suyini 3 ga bo'lib asozdan Muşun şekeri yaxşı erib, siriqmaylari, tuxumlari yaxşı aralashgan sharoitda endin bek o'xshaydigan praniklar chiqadi. Ha, endi mush holatga kelsa bo'ldi. Buning un solamiz. Paks tushirgan qizim meni. Mush holatga kelgandan keyin unni silib aralashtiramiz. Bol pranikning xamirimi intayin bo'sh bo'ladi. Chin qilib qo'ysak, bol pranikimiz qattiq, yeyishlik yo'q bir nim bo'lib qoladi. Ha, mana mush holatga kelsa, bol pranikning xamiri bitib qoldi. Buni yana 15 minut tindiramiz. Siz endi buning bir tilni 50 gramda ma'ni qo'yib jinglab bersangiz, men yasab qo'yay. Maqulapa. Va palayni kiyib olsak, bol pranikning shakli toz chiroyli chiqmay qoldi. Shunga men palayni elib deb yasidim. Mana Canla chiroyli sikdans. Kavşan sila. Kavşanın gradusuna kelsak, üstü o'ti 220, astı o'ti 200. Silan qizim. Odatda uyda kichik kavşanni ishlasak, üstü 160 gradus tansiyanlar bo'ldi. Mana balpraniklarimiz pishibdi. Voa, nim deganda o'xshagan balpranik bu. Sizning eng amroq pranikingiz chiqdi uni. Bal praniklarimiz shunda o'xshabdi. Kelar qismda Tiramisu günümüz. Açtı mı?